Melekler cengide aşık götürürler, osmondagi quyoshga sochilib osmonlari o'ziga mosdir bu dunyo onamning poyidan mashdir. Yo'lingdagi chiroqqa ololar yoqib o'zing turgan chiroqqa sinovlar solib, odamlarning qalbidan mastdir bu dunyo onamning poyidan mastdir bu dunyo. Sizni nuriyni qarshi olgan tavallud ayyomingiz, ya'niki Allohimga bandar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari bo'lmoqlikni nasib aylagan ol lahzalaringiz bizdek insonlarga ne'mat bo'lib kelayotgan tavallud ayyomingiz bilan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Avvalambor bizni shuncha olg'aytirib o'stirganingiz uchun, bizni shu darajaga yetkazganingiz uchun sizga katta rahmatlarimizni aytamiz. So'rasangiz o'chib ketyapti. Albatta, sizlarni farzandlaringiz hoji ona, hoji ota degan maqomlarga musharraf aylashini Alloh o'zi nasib aylasin deymiz. Sizlarning bu qilgan yaxshiliklaringizni Allohim o'zi baytullohlari tomon chorlasin deymiz. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha, bu mani onam